Assalomu alaykum. Kanalimda sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Qalaysizlar, hammanglar yaxshi yuribsizlarmi? Bugun bolajonlarim bilan aylanishga chiqdik. Yonimizdagi Targoy sentrga. Mana bu o'yinchoqlarni qaranglar, ko'rib ko'zlarim quvnadi. Biroz tomosha qildik. Bolajonlarim juda ham yaxshi ko'rishadi Legodan yasalgan o'yinchoqlarni va bolalarni o'ynaydigan joyga tashlab idish magazinga kirdim. Juda ham chiroyli, bir-biridan go'zal, ko'zlarimni quvnatadigan idishlar bor. Aylanib yurdim. Mana buni ham qaranglar, juda ham go'zal ekan. Hamma ayol kishi bir xil bo'lsa kerak. Idish tovoqlarni ko'rsa, olgisi kelib ketadigan. Men ham doim kirsam bir nimalar olgim kelib, yoqqanini o'zimga kerakli bo'lgan narsalardan doim kamida 2 tadan narsa olib chiqaman. Mana bu shisha idishlar ham juda ham chiroyli ekan. Stakan, baqallar hammasi bir-biridan go'zal. Shu magazinga kirsam, mazza qilib dam olaman. Aylanib. Juda ham go'zal idishlar bor ekan. Shunaqa qilib bolajonlarim bahona men ham aylanib yuribman. Orada dadamizga ham video tashlashga ulgurdim. Bolajonlarim o'yini tugamagan ekan va bolalar bilan birgalikda KFC sushilarni ham yeb bitirib oldik va kelgusi videolargacha